Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Buxoro Jack Motors, China Motorsning rasmiy dilerida tayyor mashina haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Demak, Jack bortovoy X200 tentovkamiz. Buni biz ochib qo'yganmiz, чтобы buni bemalol yig'ishtirib bo'ladi. Shuni ko'rsatish uchun mana tentovkamiz 5 daqiqa ichida bemalol qo'yib, bemalol buni mana bunaqa qilib yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Motorimiz 2 atmosferni bo'ladi, benzin tanlamaydi, metan propan qo'ysa bo'ladi. Konditsionerlari bo'ladi, B kategoriyada haydasa bo'ladi. Eng asosiysi shofyordan tashqari yana 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Bu degani uzoq yo'lda bemalol yoningizda yana biron kishini olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Konditsionerlari bor, fleshka radio qo'ysa bo'ladi. Tak, demak, oldin amalizator bo'ladi, 15 R15 yumshoq ballonlarda almashtirish kerak yo'q. Orqa qo'sh ballon R13 bo'ladi. Rusor va shvellarga e'tibor beringlar, ancha baquvvat. Gruzopodiyomimiz qancha deydiganlar uchun 2 tonna kitobda yozilishi, biz ham o'zbeklar qancha yuklashini o'zingizlar kommentariyada yozib orasizlar. Demak, mashinamiz tayyor holatda. To есть tentiligi va mana bunaqa yopiq furgon varianti va xuddi shu holatdagi bortovoy variantlari sotuvda tayyor. Mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, ya'ni mana shunaqa orqasi ochig'i, laboga o'xshash deylik, 248 million so'm, tentovkasi 255 million so'm, furgon bortovoy varianti esa mana bunaqa, mana yon tomonda ham eshiklari bor, 275 million so'm. Hammasi 25, hammasi yangi 0 probeg bilan. Hammasi sotuvda tayyor. Mana bu Jack G7 mashinamiz bor. Bunda ham anchagina katta skidga ketmoqda. Malibuga nisbatan ancha komfortroq, kengroq, balandroq, uzunroq. Yerga nisbatan yerdan 10 cm ga balandroq Malibuga nisbatan. Lyuklari bor, abagrev, koja salon, avtomat lyuklari. Tak, abagrev sidenli bor, zadniy kamera, monitor. Volkswagen Tigo bilan birga ishlangan. Eng asosiysi gaz qo'ysa bo'ladi. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 232 million. Yana qo'shimcha sovg'alar, bonuslar va boshqa yordamlar beramiz. Undan tashqari Asia Star VIP mashinamiz ham bor. Mashinamiz ham sotuvda tayyor. Xolodilnik kullerlarigacha bor. Asia Star narxi hozircha $48,000. Va mana hozirgina aytib o'tganimiz Jack X200 ni bortovoyimizning furgon varianti ham sotuvda tayyor. Manzilimiz shu Buxoro darvozadan chiqaverishda o'ng qo'lda China Motors. Mana yo'l yoqasida. Barcha mashinalarimiz sotuvda tayyor. Bemalol kelib test drive va qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Kimga narx yoki qo'shimcha ma'lumot, kredit grafikalari haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga ma'lumot beramiz. Qaysi mashina haqida ma'lumot kerakligini aytsangiz bo'ldi. Undan tashqari mana arzonroq degan mashina so'raganlar uchun mana masalan Jack Victoria bortovoyimiz. Uzunligi 375, bortning uzunligi eniga 176. 1.6 dons motor, bemalol metan propan qo'ysa bo'ladi. Konditsionerlari, monitorlari bor, benzin tanlamaydi. Xuddi shu bortovoyimizni orqasi bir ballonligi bor, 170 million. Bu 230 million orqasi qo'sh ballon bo'lganligi uchun. Mashinamiz sotuvda tayyor, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari bizda elektromobil ham bor, KX Pro degan. Aynan bu shu elektromobilimizda rassrochkamiz bor. Undan tashqari BYD va boshqa turdagi elektromobillarimiz ham bor. KX Pro elektromobilimiz bitta zaryadda 410 km yuriydi. Hozir zaryadkaga qo'yganmiz. Bemalol uyda ham zaryadkalasa bo'ladi. Mashinalarimiz sotuvda tayyor. Barchangizni Jack Motorsning rasmiy dilerida Buxoro filialida kutib qolamiz. Undan tashqari zapchas va servislarimiz ham bor. Barchangizni Jackning rasmiy dilerida kutib qolamiz. Barchangizni test drive va qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling.